Yana bir assalomu alaykum. Trassa 24.uz saytida biz bugun ko'rib chiqmoqchi bo'lgan ishlarimizdan bu balansni to'ldirish. Akkauntimizga kirganimizdan keyin balans to'ldirish sahifasi ochiladi. Balansni to'ldirmoqchi bo'lsangiz, balans to'ldirish tugmachasini bosasiz. To'lov usuli payme ko'rsatilgan. Kimda payme ilovasi bo'layotgan bo'lsa, summani kiritdingiz. Qancha bo'lishidan qat'iy nazar, sizga kerakli bo'lgan summani kiritdingiz. Ichki balans to'ldirish qoladi. Payme orqali to'lovga o'tasiz. Payme ilovasi sizda bo'lmagan taqdirda karta raqamingizni sizdan so'raydi. Kod boradi. Kodni terganingizdan keyin sizni kartangizdan o'sha kerakli summa yechib olinadi. Ana shunday qilib balans to'ldirsa bo'ladi. Sog' bo'linglar.